Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bundan bir 20 kun oldin PVH membranni boshlagan edik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ish jarayonini syomka qila olmadim. Hozir mana bolalar tugatish arafasida qor ham yog'ib, hozir ozgina video qilib sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Kuzatishda davom eting, bittadan like bosib qo'yasiz. Qadrli do'stlar, ko'rib turibsizlar. O'sha tugatish arafasida tepalar qor bo'lib yotibdi. Kecha qor yoqqan. Xullas qilingan ishi bu yer 800 kvadrat, dalshi yarmidan iyag'i qora qog'oz. Mana shunaqa eski qora qog'oz. Xullas shamol bu tomondan urganda eski qora qog'ozini mana krishkalar bilan birga ko'tarib yuborgan. Chunki tagida утеплитель samarezga qotirilmagani hisobiga shamol ko'tarib yuborgan. Endi buni bolalar hozir demontajini qilib, полностью tagidan parezolyatsiyasini urib, penoplast как положено samarezga qotirib, rasmlari bor. Video jarayonida qo'yib qo'yaman. Ustidan geotekstilni yoyib turib, PVH membranni bosishgan do'stlar. Mana hozir ravshanbo'y mana прижимная plankani bu tomonga qo'yib boryapti. Bu tomonga ham mana как положено krishkalar qo'yilgan. Bu tomonga qo'shimcha mana uголок qo'yib chiqildi. Krishka qo'yilgan, ustidan uголок qo'yilgan как положено, chunki shamol bu tomondan bo'lganligi sababli ko'tarib yuborgan eski qora qog'ozni. Shunaqa holat qaytarilmasligi uchun krishka qo'yilgan. Mana bunaqa joydan shamol kirishi mumkin. Bu tomondan qattiq shamol bo'lsa ko'tarib yuboradi. Shuning uchun как положено уголок qo'yilgan, полностью mana oxirigacha. Hozir o'sha tomondan mana shetlarini germetik bilan yopib kelishyapti. Krovilni germetik bilan. Ko'rishinglar mumkin. Shunaqa holatda. Утеплителimiz 100 lik bo'lganligi uchun tagiga bir g'ish urib chiqilgan. Bu tomonga ham bir g'ish urib chiqilgan. Ko'rib turibsizlar, mana qizil g'ish urib chiqilgan. Полностью. Plankalar mana qotirilyapti. Plankalar обязательно кровельный саморез bilan qotirilishi kerak. Бистромонтаж va обычный саморез bo'lmaydi do'stlar. Mana shunaqa кровельный саморез bilan mana urib chiqiladi. Ko'tida rezinkasi bor. Прижимная plankasi ham qotirildi. Shu holatda qotiriladi. Agar membran sizlarda krishkasi bo'lmaydigan bo'lsa, devorni o'ziga tushib turib 10 cm yoki 20 cm membran kelib turib pastga tushadigan bo'lsa, mana bu прижимная planka mana shu yerdan uriladi yonidan. И обязательно germetik bilan aylanib o'tish kerak. Buni hali germetik bilan bolalar aylanib o'tadi. Ikkita tomonni ham, chunki mana bu tomondan suv kirsa, o'sha samarezi tagidan suv kiradigan bo'lsa, o'tib ketishi ehtimoli bor. Bitta profil list mana ko'rib turibsizlar. Bir-biriga samarezda обязательно кровельный саморез, rangi ham bir xil bo'lishi kerak. Masalan, korичневый bo'lsa, korичневый саморез, mana alyumin svetda bo'lsa, alyuminiy bo'lishi kerak sveti.
yo bo'lmasam otsinkovый. Mana stigini germetik bilan ana ko'rdinglar, o'tib chiqilgan. Germetik bilan yopib chiqish kerak. Kroilni germetik. Xullas do'stlar, bu tomonni ko'rib turibsizlar. Bu tomonni dal shu ketgan shu tomonga qarab, bu yerda nihoyatda katta joy. Biz mana 800 kvadratini demontajini qilib, PVH membranni o'rganamiz, как положено, uni ko'rib turibsizlar. Endi hozir qor bo'lganligi uchun uncha bilinmayapti. Bu narsani o'zi issiqda qilish kerak. Chunki issiqda bu rezinka bo'lganligi uchun o'zini tashlaydi. Bemalol tortib urib ketiladi. Agar sovuq paytda qilinsa, bu o'zini tashlamaydi-da, keyin issiq kunlar boshlansa, o'zini qo'yib yuborganda valna bo'lib qoladi. Buni zakazchilarga tushuntirganmiz, endi tenderga kech qo'yilganligi sababli iloji bo'lmadi. Ko'rib turibsizlar, утеплительlarni, masalan, 100 li утеплитель. Ana shu yerda mana tagida profilis bor. İçida mana keramziti bor. Buni ustidan parezolyatsiya tashalgan, утеплитель qilingan. Утеплитель ustidan geotekstil rasmlarini qo'yib boraman. Ustidan mana PVH membran. Eski tomim mana shu holatda bo'lgan mana. Ko'rib turibsizmi? Mana shu holatda eski tomim bo'lgan. Videoda qanaqa ko'rilyapti bilmadim. Qanaqa sizlarga ko'rinyapti mana. Ko'rib turibsizlar. 4 sloy qora qog'oz qilinganda tagida mana утеплитель mana. Suv o'tib majaqlanib ketgan 100 li утеплитель qilingan bu tomonga ham. Biz ham 100 li утеплитель qildik. Endi qaranglar. Bu tomonda утеплительni suv o'tib majaqlanib ketishi sababli 5 sm pastga tushib qolgan bu tomon. Bizniki 5 sm ko'tarilib qoldi. Endi shu yerda savol bo'lishi mumkin. Membran bilan qora qog'ozni qanaqa qilib bir-biriga yopishtirasizlar deydiganlar uchun hozir men sizlarga ko'rsataman do'stlar. Qanaqa qilib bir-biriga yopishtirish. Video davomida ko'rsatib beraman. Ishlarimiz ozgina oshib qoldi. Do'stlar, PVH membran bilan qora qog'ozni bir-biriga yopishtirib bo'lmaydi, chunki qora qog'oz gazda yopishtiriladi. Gaz membranni kuydirib yuborishi mumkin. Membran bo'lsa fenda yopishadi. Endi buni qanaqa qilib yopishtirishni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana yerda mana spesialniy lentasi bor do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Hozir ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana do'stlar, shu lenta. Mana shu lenta. Mana shu lentani bu tomoni pastidan mastika surtiladi. Kestichkada mana shu narsa mastikaga kleylanadi do'stlar. Kleylanadi-da, ustidan ham mastika surtiladi va buni ustiga mana shu membran bilan rovna qilib turib, qora qog'ozni qo'yib, kuydirib, dal shu tomonga yopishtirib ketiladi. Bir sloy, bitta rulon, bir sloy qora qog'oz yopishtiriladi. Bu tomoniga esa bu tomoni o'zi kesib tashlasa ham bo'ladi, shundoq qolsa ham bo'ladi. Chunki mana bu yerdan samarez uriladi. 30 cm dan orasi gripki deyiladi, samarezi bor o'zini. O'shandan uriladi-da, bu tomondan kelgan membran samarezi ustidan o'tib turib, mana shu yerga kleylanadi do'stlar. Fenda kleylanadi. Kleylangandan keyin tagidagi samarez avtomatik berkilib ketadi-da, bu tomon qora qog'oz bilan yopishtiriladi. Xullas shu tarzda mana shu lenta spesialniy
shu qora qog'oz bilan PVH membranni ulashga kerak bo'ladigan lenta hisoblanadi. Uzunligi 50 metr do'stlar. 16 ga, kengligi 16 metr, uzunligi 50 metr do'stlar. Tak. Bu narsa oshib qopti, bu parezolyatsiya do'stlar. Bo'lsa geotekstilni ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, mana geotekstil. Suv o'tkazmaydi. Mabodo suv o'tib ketsa. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay do'stlar. Mana bu narsa spesialni o'zini chizig'i bor, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerga samariyas qotiriladi va buni ustidan membran o'tib turib, mana bu chiziq bilan bir xil bo'lib fenlanib ketiladi. Hozir fenlash jarayonini ham ko'rsataman. Endi lentani bu tomoniga qora qog'oz bir sloy ketadi dedi. Mana qora qog'ozlarni olib kelib qo'yilgan. Shu qora qog'oz bir sloy bu tomoniga ketadi. Bu tomoni membran kelib turib setkaga, lentaga ulanadi. O'shanda как положено bo'ladi. Endi bu tomonni ham kelasi yilga planlashtiryapti. Vaqtinchaga ulab turamiz bir-biriga. Bu tomonni boshlaydigan bo'lsa, kesib turib ulab ketamiz. Mana hozir mana yerda Bekzodjon astoydil parapetlarning ustiga membranni fenlab ketyapti. Shu holatda bo'ladi, mana ko'rib turibsizlar. Bu tomondan kelgan membran parapetni tagigacha boradi-da, прижимная planka ketadi. Undan keyin отдельный кусок qirqilib turib, parapetga shunday yopishtiriladi-da, setkadan o'tib turib bitta kleylanadi. Прижимная planka mana shu kusog'i tagida qolib ketadi. Ustidan bittadan grepga urilib ketiladi va krishkalar qo'yiladigan bo'lsa, mana bu yerda krishka как положено tayyorlatib kelingan parapet ustiga. Shunaqa krishkalar keyin kroilni samarezda yonidan bo'lsa yonidan, tepasidan bo'lsa tepasidan qaysi bir udobni bo'lsa urilib ketilaveradi. Buni bir tomoni keng, bir tomoni sal kengroq, bir tomoni torroq deydiganlarga mana yerda mana bizni parapetimizda temir chiqib turibdi. Mana bu tomon 35 bo'lsa, bu tomon 50. Dal shu tomonga yana 35 bo'lib ketgan. O'shaning uchun bir tomonni kengroq qildik. Mana shu yerga kelib sal kengroq bo'ladi. U tomondan yana kengrog'ini qo'yib bir-biriga ulab ketamiz. Bu yer avtobusli park do'stlar. Avtobusli park. Ularga qarashli yana trolleybusli park bor, depo deyiladi. Shu zdaniyaning orqasida. Buni ham tomini qilganmiz, uni men ko'rsatganman. Kanalda bor, kirib ko'rishing. Endi mana yerga primykaniya qilinadi, mana tayyorlab qo'yilgan kusoklarni. Hozir tayyor qilinganini bir ko'rsatib beraman. Bu tomonga ham tayyorlab qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz, bu tomonni yarmi membran, yarim tomoni qora qog'oz bo'lib turibdi. Uni hali aytib o'tganimdek shunaqa holatda yopishtiriladi. Mana bu yerda mana tayyor qilingan. Tayyor qilingan. Tayyor. Juda ham bir надёжный, issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli material. Lekin juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tagida samarez, sim, armatura qattiq narsa qolib ketmasligi kerak, chunki teshadi. Tak, samarezlarni aytib o'tadigan bo'lsam, penoplaska mana shunaqa qo'ziqorin urilgan, ya'ni
Bu penoplastga kirgandan keyin, masalan, mana shunday holatda kirgandan keyin buni ustidan samarez tushadi. Mana samarezi mana. Uzunligi 18 sm bo'ladi va mana shu samarez penoplastdan o'tib borib profilizga kiradi. Обычный tepadagi mana shunaqa parapetlarga bundan ishlatsanglar bo'laveradi. Endi do'stlar, oz bo'lsa-da anchadan beri katta video qila olmayotgandim. Chunki katta video qo'ysak, prosmotr kam bo'lyapti. Nima sababli bilmadim. Harakat qildim. Ozgina ko'rsatib berishga do'stlar. Endi boshidan, demontajdan boshlab ko'rsatishga imkon bo'lgani yo'q. Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Rasmlari bor, harakat qilaman rasmlarni qo'yishga. Qanaqa holatda bo'lgan, qovunimiz qanaqa holatga keldi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Bittadan like bosib qo'yasizlar va videoni podelitsa qilib yuborasizlar do'stlar. Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Yaqinda mana dekorativniy ishlarni bir boshdan qo'yishni boshladik. Katta videolarni ham xudo xolsa qo'yib boramiz. Tushuntirib, aytib, har bitta dekorativniy ishlarni qanaqa qilib, qayerga, qanaqa holatda va qanaqa material ishlatishlarini hammasini tushuntirib qo'yib boramiz do'stlar. U faqat katta video bo'ladi, shortlarni ham qo'yib boramiz. Sizlardan bizni qo'llab-quvvatlaysizlar, kanalga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yasizlar do'stlar. Ozgina qisqacha video qildim, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.